Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi she'rimizning nomini Sabrimdan faxrdaman tegmagay ko'zlar deb nomladim. Asta davolab hayot odamni o'zi to'g'ri yo'llarga qo'yarkan solib, vaqt o'tgan sayin qilgan xatolardan bo'lib pushaymon, xafa ham bo'larkan inson o'z-o'zidan. Sabrimdan faxrdaman tegmagay ko'zlar, nimalarni ko'rmadi deysiz meni shu yoshgacha, bori yo'g'iga bo'ldim shukurda, ro'para bo'lib yaxshi yomonga, sabrim menga bo'lgan doim ko'makchi. Sabrimdan faxrlanaman tegmagay ko'zlar, ko'rganman to'rtta o'g'il to'rt tarafdan ochgan eshikni, ko'rganman ota onasin xo'rlaganlarni, ko'rganman ota o'lmay talashganlarni, ko'rganman qancha boy bo'lmasin shukri yo'qlarni. Sabrimdan faxrdaman tegmagay ko'zlar, mehmon kelsa yopganlar pinhona eshik, alishdilar nasihatni bugun g'iybatga, barin kuzatib bugungi yoshlar, ayrimlar quloq solmas bugun hech kimga. Sabrimdan faxrlanaman tegmagay ko'zlar, men ham ko'rdim qalxo'z paytlarin, paxta terganman qor sovuqlarida, dekabr oyida muzlab qo'llarim, qiyinchiliklarda olganman men ham saboqni. Sabrimdan faxrlanaman tegmagay ko'zlar.